Legend tikuv mashinkasida qanday to'g'ri moy almashtiriladi? Birinchi navbatda mashinkamizni lapka ko'targichimizni olamiz. Mashinkamizni tag qismini ochib olamiz. Kesilgan baklashkamizni karter tagiga qo'yib olamiz. Atyorka yordamida karterimiz tagini ochib olamiz. Endi esa mashinkamizni o'z holatiga tushiramiz. Mashinkamizni ko'tarib olamiz. Baklashkamizga mashinka moyimiz to'kildi. Moylarni to'kib olgandan so'ng kirishkamizni joyiga qotirib olamiz va oxirida mashinkamizni doimiy holatiga tushiramiz. Mashinkamizga moy quyish uchun tepadagi rezinamizni ochib olamiz. Mashinkamizga 350 gram moy quyib olamiz. Endi esa lapka ko'targichimizni joyiga qo'yib olamiz. Lapkamizni ko'tarib olamiz. Ignamizdan ipni chiqarib olamiz. Mashinkamizning skorisini eng baland skorisga qo'yib olamiz. Eng baland tezlikda mashinkamizni moyini aylantirib olamiz. Tikuv mashinkalar haqida foydali ma'lumotlarni o'tkazib